Assalomu alaykum rezidentlarim, quyonlarni tayyorlayapmiz. Samarqand Jonboyga xudo xolasa 35 ta 2 oylikni zakazimiz bor edi. Bir haftadan beri cho'zyapman. Mana bugun xudo xolasa payti kelibdi. Yana plus mana bunaqa karmushkalari bilan chiqaryapmiz. Ko'rasizlar, karmushkalar atxotdan qilingan. Atxotdan qilinib, mana ko'rdinglar? Lekin arzonchi variant. Mana arzonchi variant 20 mingdan beryapmiz. Xo'p, mana shunaqa karmushkalar kelib qoldi bitta joydan. Sotib beringlar deb. Shu karmushkalar bilan birga chiqib ketyapti Jonboyga. 35 ta karmushka hisoblaymiz hozir. Plus qolganini mana bular cho'tki. Mana shunaqa narsalar. Boshladikmi? Ani ovoring endi. Nima edi? Olib mashdan borib sekanlik qilamiz. Mana bitta svetimiz yomon bo'lib qoldi. Xullas, mana shu quyonlarni hozir 35 tasini, 30 tasini ajratib qaranglar, quloqsiz ham bor bizda. Onasi mehribon bo'lib quloqni yalab chilayapti-da. Mehri oshib yoshligida. Mana shu 35 ta mashdan ajratib ayolini kattaroq erkagiga ham qo'shib yuborishimiz kerak. Mana bitta ham bor. Xo'sh. Bir haftadan beri egasi kutadi. Vaqtimiz bo'lmayotdi, to'g'risini aytsam, vaqtimiz bo'lmayotdi. Bir karmushkani kutdik, xullas bahona ko'p bo'lgan. O'shaning uchun paytida Allohim bugun jo'natasan deganda jo'natyapmiz. Jonboyga, Samarqand viloyati. Qaranglar, men bitta narsani tushuntirib o'tay. Men bular uje 2,5 oy. 2,5 oy. Men klientga jo'natayotganimga nimaga bu kattaroq, men bu kichikroq degan savollar bo'lmasin. Chunki men 2 oylik ham bor orasida. 2,5 oylik ham bor. 2 hafta oralig'ini ham bitta qilib tashlayman men. O'shanga voy kattaroqlarni bermadingiz-ku deydigan savollar bo'lmasin. Nimagaki men o'zimdan, xalqqa bo'lsin, o'zim rezidentlarimga bo'lsin deb kattaroqlarni terishga harakat qilaman. No, orasida kichikroqlari ham bo'lsa, mana bunaqa o'sha aniq 2 oylik bo'ladi. Mana bu 2 oylik aniq. Yonidagilar o'sha katta 2,5 oylik. 2 haftani siylab berib yuboradigan odatlarim bor. Deymanda, ikkilarni ajratib o'tiramanmi deymanda, shappa 2 oy ham, 2,5 oy ham bitta narxdan ketadi. O'shanga har xil savol javoblar bo'lmasin. Mana shunaqa odatim bor. Men nabarut sizlar tomondaman. Sizlar tomonni o'ylab, o'shanga kattarog'ini berib yuboram. Xo'p. Bitta samkasi, bitta samet soling, menimcha. Ikkita sig'masa kerak. Yo sig'ar ekan, ham bitta soling. 3 ta bitta joyga solamiz keyin, bo'lmasam 4 tasi. 4 tasi aniq qilib qoladi. Xo'p, sametlarga ivermektin urib qo'ydim. Samkalarga urmadim. Samkalar sal yoshroq hali. 2 oylik, 3 oylik bo'lsa, o'zlar egasini o'zi urib qo'yadi. Qo'lini. Bu yoqqa. Bu sametlar. Sametlarni o'zi ko'ryapsizlar, 3 tadan ortiq samet o'zi sig'maydi. Yirik. Bo'ldi, yoping. Xo'p. O'tdan botdan ko'rsatib qo'ying. Bu ham bir video отчетda egasiga. Mana 4 tadan samkalar xudo xolisa. Ketdi mana shunaqa qilib. 10 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta bo'pti. 35 ta karmushkasi bilan.
Allohim barakasini bersin. Bitta duo qilib qo'ymaysizmi, Xurshid aka? Barakasini. Amin, Allohu akbar. Mana o'zidan ko'paysin iloyim.